48. Ögdilmiş ordudaki xizmetçiler bilen qandaq aralashış kerakligini aytidi. Ögdilmiş cavab berib shundaq dedi. Ey qarindosh, bu mu zarur ish, aytsam aytay. Endi buni mu sana o'gitib qo'yay. Qandaq munosabat qilishni bilish lozim. Ey qarindosh, tirikchilik shular bilan o'tadi. Ba'zilarini birodar, ba'zilarini do'st tutishing kerak. Ordudagilar bilan chiqishib o'tish kerak. Orlashib, kelishib, berish kelish qilib turish kerak. Ordudagilar bilan chiroyli yorishib o'tmasang, tiriklikning lazzati bo'lmaydi, ey xush chiroy. Qonun qoida bo'yicha ish tutib xizmat qilg'uchi, ordini radga sag'uchi nima deydi, angla. Bag bilan yaqin bo'lishni xohlasang, ordudagilar bilan yaqin munosabatda bo'l. Ulug'luq, ya'ni martaba topay desang, xizmatchilar bilan yaxshi xo'p bo'lib yur, ey xushbe'il. Baglar seni qanchalik yaqin tutsimi, xizmatchilar bilan inoq o't, to'g'ri maydonda tur. Ordudagilarning hammasi 3 tabaqidir. Tirikchilik ishlari shular bilan mangidi. Bularning biri o'zingdan ulug'lardir. Ulug'larga xizmat qilsang, baxtga erishsan. Ularni ulug'la, so'zlarini qimmatlik bil. Ularmo seni yaxshi tutudi, ochiq chiroy ko'z tutdi. Bilimlik dana nayt yaxshi aytgan. Danalar so'zini e'tiborsiz qoldirmaslik kerak. Kichikka ulug'luq ulug'dan keladi. Ulug'ga xizmat qilsa, kichiklar baxt topadi. Yur, ulug'larning so'zini zehningda tut, yugurib ish qil. Ulug'larning so'zini zehningda tutsang, tilakingga yetsan. Qara, ulug'lar davlatdir. Davlatni xohlasang, ularga xizmat qil. Xizmating baxt uchun go'ri bo'ladi. Ey qarindosh, yana biri sana tang tushlar bo'lib, yiroqlashsa dushman, yaqinlashsa do'st bo'ladi. Sen qaytilgan kishilar do'stlaring ham tang tushlaringdir. Do'stlaringga loyiq javobga javob qil. Yana biri seningdan keyingi kichiklar bo'lib, hayotning ochiq chuchiki shular bilan birga bo'ladi. Kichikka besinchiq bo'lma, qattiq tur. Behuda so'zlama, chaqchaq qilma, tilingni yiqqin. Xizmat qilsa in'omba, gunoh qilsa ur. Beka bo'sh tutma, ishini so'rashdi qilib tur. Do'st, yo'ldosh, yori birodarlarni ko'p tut, ularga qo'shilg'in. Yori birodarlaring ko'p bo'lsa, hamma kishi maqtaydi. Kishini tushunmay o'zingga dushman qilma. Dushmani bo'lgan kishilar shodlikqa erishamaydi. Dushman har qancha oz bo'lsa-mu, ziyni ko'p. Dushmandan foyda keladi deyishga tilim bormaydi. Ey dili sagak, dushmanidan ziyon ko'rib, mushaqqat chekkan kishi nima deydi, angla. Dushman bir bo'lsa-mu, ziyni mingdir. Ming do'sting bo'lsa-mu, yana biri kamdir. Kishi dushmanidan foyda ko'rmadi. Agar ko'rgan bo'lsa, o'zining apchilligidan ko'rdi. Yo'ldishing sana qandaq muomala qilgan bo'lsa, senmi uningga shundoq muomala qil, do'sting so'yinsin. O'zingga tang tushlarni adash tut. Kishi o'z tang tushlari bilanla hamnafas bo'la oladi. Yomon bilan do'st bo'lma, uningdan o'zingni yiroq tut. Yomon do'st seni yo'ldan ozdiradi. O'zing yaxshi nom olay desang, yomonga qaytilma, tirish, sagak bo'l. Ko'p narsalarni ko'rdimki, ular o'z xili bilan yuradi. Odam, hayvon, qush, qurtlarmi o'z xilini biladi. Yaxshi yomonni sinab, ko'p yashagan peshqadam nima deydi, angla, ey hokim. Chatqalliqlarda uchib yurgan qora qushqashlarni ko'rdim. Juptiga qarasam, har ikkilisi qop-qora ekan. Qarag'ina, oqqu yov o'dakka qo'shilmaydi. Qora qush bilan oq qush bir-biridan bak yiroq yashaydi. Uchar qushlarmi o'z hamrohini biladi, to'pini topadi. Sen odam, orlashadigan kishingni tanla. Yaqinlik ishlari ikki xil bo'ladi. Kishi ashu ikki ish uchun do'st tutadi. Biri Xudo yo'lida kishini do'st tutish.
Bundaq dostluq arasida əgrilik bo'lmaydi. Yana biri ba'zilar o'z foydasi uchun do'st tutadi. Bundaq do'stlik puxta bo'lmaydi, g'arazlik bo'ladi. Agar sen Xudo yo'lida do'st tutmoqchi bo'lsang, ig'irini ko'tir, ochiq qilma, qopqingni turma. Bu do'stlikning foydasini bu dunyodan izlama, Xudo uning foydasini u dunyoda beradi. Agar do'st dunyo manfaatlari uchun bo'lsa, bundaq do'stga ketilma, ketilsang ayrilib ketdi. Do'st adash tutgan, do'stning foyda ziynini sinab bilgan kishi nima deydi, angla. Do'stingni foyda ziyon ichida sina. Mushu sahida ching tursa, sen uningga yepish. Do'stning ko'nglini bilishni xohlasang, so'z bilan g'azabini kelturgin, qopqingni turib baq. Yaxshi ko'radigan ko'maydiganligini bilay desang, yaxshi ko'radigan narsasini so'rab baq, ondan ma'lum bo'ladi. Bu ikki yiriklikinga qopqini turmasa, bu odamni jiningga o'xshash do'st tut. G'ayvatxo'r kishiga qaytilma, yiroq tur. G'ayvatxo'rning tilida o't ko'yidi. Dunyoning fitna fasadlari g'ayvatxo'rdan chiqadi. G'ayvatxo'rning beshini kas, ey mard sehi. Yana tamaxo'rlarga yaqin yo'lama. Shubhisizki, u sana dushman bo'ladi. Agar u tamaxo'r tama qilg'iniga erishsa, u seni akam va ukam deb ataydi. Agar erishanmasa, yuzini o'riydi. Tug'ilib seni ko'magandek o'zini yiroqlashtiradi. Tamasiz yori birodar va do'st tutqin. Ularga ishongin va qayg'usiz yasha. Do'st yori birodar xushallik va qayg'uda, yaxshilik yomonlikda kishiga hamdam bo'ladi. Ko'p xushallikni xohlaydigan bo'lsang, non tuz yegizgin, ochiq chiroy bo'l. Bu ikki odat kishilarni illatadi. Yaxshi yomon kunlarda o'z ishini ko'ztadi. Bilimda buningga mos keladigan so'z aytilgan. Bu so'zga amal qil, ey xushbeil. Kishilarga ochiq chiroy bilan non tuz bergin. Shirin so'z bilan yuzingni yo'riq tut. Kishilarni qul qiladigan muji ikki odatdir. Buningdan boshqasini topolmadim, topalasang shuni qil. Qara, dushmanmi ikki xil bo'ladi. Kishining dushmani bo'lsa, uningga to'zoq qurildi degan so'z. Dushman bo'g'ichining biri xudolik dushman bo'lib, bular kofir dushmanlardir. Bu hamon dushmandir. Dushmanlikning yana biri foyda ziyon uchun dushman bo'lib, kishidan o'ch elishga urinadi. Kofir dushmanga qarshi qattiq jang qilish kerak. Bu ishga fidoyi bo'lib, jon tanni sadiq qilish lozim. Dushman foyda ziyon uchun bo'lgan bo'lsa, foydangni uningga o'tinib berib, uning bilan yarashqin ay saxiy. Dushmanga foyda yetkazsang, u yiqilishadi. Dushmanlik ziyni o'rniga foydasi tegadi, bu aniq. Tirishib dushmaningni yaqin qil, yarashqin. Shunda qilsang salomat yashaysan, beshing omon bo'ladi. Dushmandan foyda yo'q, buni yaxshi bil. Foydasi yo'q ishga qo'l tekkizma. O'z xizmatingni yaxshi o'ta, o'zingga dushman tepib olma. Dushmanlik kishini ming xil dardga mubtalo qiladi. Kishilarning sarxilini tanlab do'st tut. Do'st birodaring yovuz bo'lsa, keyin pushaymon qilasan. Yiqilish uchun sarxil kishini tanlasang, bu telekinga ikki xil odam bilan yetsan. Biri asli tabiati yaxshi sarxil kishi bo'lsa, mushundaqlarni do'st tut, ey tanlangan kishi. Yana biri taqvodor, Xudoni biladigan odamdir. Bundaqlar haqiqiy kishi bo'lib, odamgarchilik qiladi. Ana shu ikki xil kishi bilan yaqinlik qil. Bulardan sana yaxshi javob qaytadi. Yomonlik bilan dang chiqagan kishidan yiroq tur. Bu xil kishilarning xuy-payli nodon keladi. Nodonga yaqinlashsa, ey oq ko'ngil, diqqat qilginki, oq narsaga qora tez yo'qidi. Olim dona nayt yaxshi ta'lim bergan. Bilimlik buni uqsa tushunadi va ong fikri echiladi. Ey yaxshi kishi, yomonga qaytilma. Qiliqing ashu yomonga o'xshash yomon bo'lib qoladi. Ey yetilgan sarxil kishi, yovuzga yaqinlashma. Noming yovuz bo'lib qoladi, putunliking buziladi. Yaramas kishiga yaqin yo'lama.
Yaramaslık sana çaplaşıp yakandın alıdı. Yaxşı dep atalgan kişilerini köp gördüm. Yamanğa arılaştı, işlere bozuldu. Köpligen yaxşılarını gördüm, ula yaman dost üçün töhmetki yol okup, özünü zomu zoyu qattı. Bu bəglə öyünün namı qarşı dep atılıdı. Çünki qarşının içidikiler bir-biriga qarama qarşıdır. Orada da körenmeslikler köp bop durudu. Qayada körenmeslik bolsa, şu yerde uruş gavga qozguladı. Seningdin ulug'lar seni körenmeydi, kemistidi. Sen itibardan tushib pushayman yeysen. Qara, tang tushlaringmi seni körenmeydi. Yaxshi taraflaring ko'rinmaydi, kunduzing kechi bo'p ko'rinadi. Sendin kichik bo'lganlar sana hasad qiladi. Ko'renmaslik bilan yaxshiligingni tilamaydi. Shundoq bo'lganligi uchun orada qarshi deb atiladi. İkkisi qarshilashsa, biri o'ladi. Ey dilimning quyoshi, sen amdi g'ayrat qil. Kishilarga hasad qilma, to'g'ri yurgin. Hasadxo'rlik bir kasaldirki, uni davolashga uzun vaqt ketadi. U odamni yeydi, vujudingni quritadi. Yaxshi yomonlikning hammasi Xudoning hukmidir. Xudo berganga hasadxo'r tinmay hasad qiladi. Kishini ko'ranmaslikning oqibat foydasi nima? Kishini ko'ranmaguchilarning oqibati o'zini kasal qilishdir. Hamma kishiga qo'lingdan kelishicha yaxshilik qil. Sanga yaxshilik keladi, shubhilanma. Biroq xushallik bo'lsa, senmi xushal bo'l. Qayg'u alamga yo'liqsa, senmi qayg'urg'in. Shundoq qilsang yaxshi noming chiqadi, seni yaxshi ko'rishidi. Hamma kishi sen bilan orlashishga oldiraydi. Qarindosh, o'zingga dushmanni ko'paytmaslikka tirishqin. Qarindosh do'stlarni ko'proq tut. Agar sana biri dushman bo'lsa, bexud bo'lma, to'ziqingni tayyor tut. Düşmanlik bo'lib, dushmani ustidan g'olib kelgan kishi nima deydi, angla. Dushmanga bexud bo'lma, uningga yaqinlashma, neri tur. Dushmanni sen bexudlashtirib, uni to'rg'a tushir. Dushmanni sinab ko'raman dema, uni zo'r hayvatlik bil. Tayoq tutgan dushmanga to'mir qalqan ishlat. Do'st birodarlaringning eg'irini ko'tir, ko'nglini aya. Sözümni unutma, buni doim ko'z oldingda tut. Dostun düşman bo'p qolsa, jiningga qas qiladi. Yoki terib to'plagan mol dunyolaringga qas qiladi. Chunki do'sting ish teshingni biladi. Ish teshingni bilgan kishi narsangni oladi. Xolisa mol dunyolaringga qo'l tekkizadi, xolisa jiningga xavf yetkazadi, yilikingni sho'raydi. O'zingni o'zing qanchalik qo'g'dasang, do'stingni shunda qo'g'da, so'z tamom. Do'st tutish oson, qo'g'dash qiyin. Do'st bo'lmoq oson, yarashmoq qiyin. Dushmaning bor ekan, tan jiningni qo'g'da. Dushmanlik kishilarning qutulmoqi ozdir. Ikki turli kishiga qetilma, yiroq tur. Qetildingmi, qarab turib majra tug'diradi. Biri tuhmatxo'r, cheqimchilik qilg'uchi. Yana biri ikki yuzlamachi, tamaxo'r. Yana mayxo'rni do'st tutma. U vafo qilmaydi, ko'nglingni ziydi qiladi. O'z foydasini tilaydigan do'stga ko'ngil berma. Foydang tegmasa dushman bo'ladi, uningdan voz kech. Kishilar sana yaqinlik qilib tursin desang, so'ralg'uchi bo'g'in. Sen ulardan so'rama, so'z bilan hojatini ravo qil. Xushal hayotga erishay desang, kishiga hasad qilmaslikka g'ayrat qil, hushyor bo'l. Düşmanlaringni tamamen o'zingga ram qilaman desang, sap oltinlaringni to'kib sarf qil, soqollarni sila. Yaqinlaringni yiroqlashtirishni xohlasang, nima so'rasa berma, qo'pol so'zla. Uzunroq yashashni xohlaydigan bo'lsang, sexiy bo'l, boshqalardan tuz taomingni ayima. Ko'pchilikka o'zingni yaxshi ko'rsatishni xohlasang, diling bilan tilingni birlashtir, shirin so'z qil. Özün qadrlik bo'lay desang, boshqalarni qadrla, ey xushbeil. Tamamen boy bo'lay desang, ro'shanki, boriga qanoatchan bo'l, o'z o'lishingga ega bo'lasan. Doim kishilarning maqtishini xohlasang, yaxshi qiliqlarni qil, yuzingni yo'riq tut.
Esil kishilar ana shundoq bo'ladi. Odamga odamgarchilik qilish odamiylikning belgisidir. Kishilarning aslini bilmakni xohlasang, uning harakatiga qarag'in, shu zaman ma'lum bo'ladi. So'zini ma'nosi bilan shohid qilguvchi shoir bu beytni bak yaxshi aytgan. Kishining aslini ochiq bilmoqchi bo'lsang, uning dili, tili va harakati bu ishga dalil bo'ladi. Qiliqlari yaxshi bo'lsa, dili va tili to'g'ridir. Ro'shanki, bu uning asli zotiga guvochidir. Ey asli pok, adabsizlarga ketilma. Yuz obro'yingni butunlay to'kidi. Adab qoidalik, adabsizlardan yiroq turgan aqlli kishi nima deydi, angla. Beadabga ketilma, muloyim siliq bo'l. Ey o'g'lan, barcha janjal adabsizlardan keladi. Yani cahil tersala bilen bek yaqin bo'lma. Agar jahli tutib qolsa, yaqinlik hurmatini buzadi. Ko'ngil siringni, so'zlaringni har kimga echiverma. Agar ochsang, o'zing mushaqqat cheksan. Yaqinlikning bağ'an siri ustun bo'lishini xohlasang, tamagarlikdan xoli bo'lib yasha, ey dana. Agar doim yuzing yo'riq bo'lishni orzu qilsang, to'g'ri bo'l, andin baxtli bo'lib huzur ichida yashaysan. O'zingning ham so'zingning uzoq inovatini xohlasang, qo'lingni, tilingni qisqa tut, har ishga aralashma, o'zing omon bo'lasan. Doim obro'yliq bo'lay desang, har qachon og'zingdan yolg'on so'zlarni chiqarma. Davlat qayerda bosh ko'tarsa, sen uningga moslashqin, ey yaxshi kishi. Davlat bilan o'chakashma, yarishib o't. Yarashmasang, davlat eshingni o'g'i qiladi. Agar so'zingning o'tkir bo'lishini xohlasang, so'raganda javob ber, so'zing to'g'ri, chin bo'lsin. Quruq so'zni qilma, kishini kishiga chaqma, ushoq so'z taratma va adovat saqlama. So'z shiddatlik bo'ronga o'xshaydi, ko'ngilni og'irtadi. Kishining ko'ngli og'risa, sana dushmanlik qiladi. O'zingdan ulug'larning so'zini rad qilma. Javob beradigan yerda qo'pol so'zlama. Ulug'larni qadrla, hurmatini saqla. Sana ulug'liq nisb bo'ladi, baxt yo'qidi. Sana tang tush bo'lganlar bilan aralashib, berish kelish qil. Qetilib qo'shilib, elim berim qilib tur. Boshqalar seni haqiqiy qadrlasa, senmi qadrla. Xo'rlasa, senmi xo'rla, yaqin borma. Qandoq qilsa, senmi shundoq qil. Sana shirin so'zlasa, shirin so'zla. Hamma yaxshiliklarga nisbatan senmi yaxshi odam bo'l. Yomonga yomon bo'l, yomonning xili yomonlikdir. Qonun qoidalarni bilgan, qonun qoidalar bilan xalqni idora qilgan kishi bak yaxshi aytgan. Seni siz desa, senmi uni siz degin. Javob berganda uningdanmi yaxshiroq so'zla. Tog' cho'qqisining aks sadosidan qilishmagin. Seni sen desa, uni sen degin. Qara, askar xodimlar bilan bo'ladigan suhbat shundoq bo'ladi. Aralashishni xohlasang, amal chorasi shudur. Mana men so'zlab berdim, sen anglading. Buni ko'nglingda tut, so'zingni uzartma. O'dg'irmishning o'gdilmishga suoli. O'dg'irmish javob berib shundoq dedi. Aytqanlaringni men angladim, ey ko'ngli tuz. Buningdan boshqa yana bir so'zim bor. Unimi aytib ber, ey ko'rkam chiroy. Bugun men shahar kentga kirib, xalqqa oralashib, qetilib yurishim kerak. Ular bilan qandoq munosabatda bo'lish kerak? So'zingni davomlashtirib, bunimi so'zlab ber. O'gdilmishning o'dg'irmishga javobi. O'gdilmish javob berib shundoq dedi. Bu haqiqatanmi zo'rur, ey xulqi go'zal. Mendan zo'rur so'zni so'rading. Buni sana aytib beray, angla.